Assalomu alaykum, hurmatli bizning Lider Maishiy texnikasini kanalining obunachilari, sog'mi salomonmisizlar do'stlar. Sizlar ko'rib turibsizlar, biz Xitoydamiz. Xudo xolasa sizlar uchun izlanishni hech qachon to'xtamaymiz. Xitoyda eng katta Kanton Fair ko'rgazmasindamiz do'stlar. Sizlar uchun yangi mahsulotlar, sifatli mahsulotlarni arzon narxda olish uchun Xitoyga yetib keldik do'stlar. Biza har doim aytamiz, biza sizlar uchun izlanishni hech qachon to'xtamaymiz. Katta kompaniyalar bilan shartnoma tuzishga kelganmiz. Xudo xolasa video davomida kuzatib boringlar. Hammasini qisqacha tanishtirib o'taman. Kanton Fair ko'rgazmasi, nov ko'rgazma, nechun beda mindik odam ko'p, nechun keldik, hammasini video davomida qo'yib boraman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Xudo xolasa sizlarga qisqacha Kanton Fair ko'rgazmasi haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Biz novga keldik beri. Nechun bu daraja odam ko'p, bizlar xalqimiz nov manfaati deydi bu ko'rgazmani bir qator tushuntirib o'taman. Do'stlar qaranglar, bu Kanton Fair ko'rgazmasi yilda 2 marta bo'ladi. Bunga 200 dan ortiq davlat qatnashadi. Hamma bitoy texnika kompaniyalar, katta kompaniyalar shunday showroomlarni yoyadi. Bu yerda primo shartnoma tuzish uchun 200 dan ortiq davlatdan kelib shartnoma tuziladi. Primo zavodlarning o'zi bilan. Shu qatorda bizlar ham zavodlar bilan shartnoma tuzish uchun Xitoyga yetib kelganmiz. Bu yerda eng katta miroviy brendlar, yangi tovarlar, yangi O'zbekistonda bo'lmagan yangiliklarni qilish uchun biz Xitoyda turibmiz do'stlar. Buni hammasi sizlar uchun. Sizlar bizlarni qo'llab-quvvatlab, bizlardan xarid etib turibsizlar. Biz shuning uchun ham izlanishdan to'xtamaymiz. Yangi mahsulotlarni xudo xolasa magazinlarimizda olib borishni boshlaganmiz. Yangi tovarlar uchun magazinlarimizda yoyib turibmiz. Xudo xolasa borsanglar skidkalar bilan chiroyli etib beramiz xudo xolasa. Bu yerda hozir ko'p kompaniyalar bilan arzon narxda skidkalar bilan sifatli narsalarni dogovorni tuzdik xudo xolasa. Tuzyapmiz yana 1-2-3 ta bilan hali yana tuzib turibmiz xudo xolasa. Xudo xolasa sizlar kuzatishda to'xtamang, like bosib qo'llab-quvvatlab turibsizlarmi? Yangiliklarni zo'ra faqat lider nomer 1 da bo'ladi. Yana ham shuni aytib o'tib ketishim kerak. Bizga qo'shib bergan podarkalarimiz vajni ustidan narxi minmagan, xudo xolasa. Nechun minmagan, nechunchalik o'yering bo'lib turib so'lab tursan, didon bo'lsanglar, sizlarga tushuntirib o'taman. Bedan zavoddan keldikda liboy bir mahsulotni xarid qilib oldik. Bizlar bular optiviy narxda beradi. Optiviy narx deganda eng arzon zavoddan birinchi qo'l narxni olamiz. Dan posredniklarsiz xalqimizga olib borib sotamiz. Arzon narxda sotamiz. To'g'rimi? Endi sotganimizdan keyin ular bizga ko'p sotganimiz uchun bizlarga bonus beradi. Biza u bonusni xalqimizga podarki ko'rinishida beramiz. Plysos, televizor, kupon ko'rinishida xalqimizga beramiz. Xalqimiz bizdan kuponni, podarkini oldimi, yana savdomiz ko'paydimi, yana ob'yomimiz ko'tariladi, yana narxni arzon olamiz. Sistema shunday. Ayrim bir do'konchilar aksiya skidkadan narsani tushunmaydi-da, og'zidan kelgan gapni so'zlaydi. Podark qo'shib berganini ishonmanglar, podark qo'shib bersa vaji sifatsiz bo'ladi, vaji qimmat bo'ladi. Bo'lmagan gap. Chunki yana shu zavodlardan liboy birsini oldikmi, Toshkentda shularning 8 million bo'lsa, bizda 6 million so'mdan, 7 million so'mdan turadi. Eng arzon narxda turadi. Yonida podarkisi bilan turadi. Nechun? Sababi biza primo Xitoyning o'zini olib kelamiz, Xitoyning o'zini olib borib xalqimizga optim narxda sotamiz. Bonus bizga bergan bonusini biza podarki ko'rinishida sizlarga beramiz. Biza foyda qilamiz. Hech qachon zararni hech qaysi magazinchi savdo qilmaydi. Bu qayerinda foyda qilamiz. Masalan, shuni eng optim narxda oldikmi, shuni ustiga qo'yiladigan summamiz qo'yib sotamiz. Bu podarkilar esa bonusni bizlarga kompaniya bergan bonusni sizlarga biza beramiz. Xudo xolasa do'konimizga borsanglar, katta yangiliklar bo'lib turibdi do'stlar. Yangi mahsulotlar borgan. Xudo xolasa borib xarid etib olishlaringiz mumkin. Xudo xolasa sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat. Bizani qo'llab-quvvatlab turishda charchamanglar. Like bosib, podpishka, kommentariy yozib qo'yasizlar. Umiddaman. Hammaga rahmat. Yana bir qator yana tushirib o'tamiz.